Sizlar bilan yana bir yangi mavzu, ya'ni vasl mavzusi bo'yicha bir necha misollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p, vasl degani bu qo'shib o'qish degan ma'noni anglatar ekan. Ya'ni so'zlarning, ya'ni 2 ta, 3 ta yoki 4 ta so'zlarni birga qo'shib aytishga vasl deyiladi. Misollar uchun ihdinas siratal mustaqim. Ya'ni oxirini vaqf qildim. Xo'p, ihdina bu boshqa so'z. Bitta so'z bu. Ihdina boshqa so'z, as-sirata bu boshqa so'z, al-mustaqim bu boshqa so'z. 3 ta so'zni biz hozir qo'shdik. Ihdina siratal mustaqim tarzda qo'shdik. Ana endi o'rtadagi harflar o'qilmay qoldi. Ya'ni birinchisi ihdina dagi alif mad qilinmadi, cho'zilmadi. Chunki undan keyin as-sirodagi sod sukunli bo'lib, tashdidli bo'lib kelyapti. Xo'p, as-sirodagi alif hamda lam tushib qoldi. Bu ham o'qilmadi. As-siratal mustaqimdagi al-mustaqimdagi alif bu yerda o'qilmay qoldi, ya'ni tushib qoldi. Ihdinas siratal mustaqim tarzda. Xo'p, ikkinchi misol. Zul fadlil azim. Zul demak zudagi vav mad qilinmadi, cho'zilmadi. Zu al fadlidagi alif lam demak alif tushib qoldi, lam sukun bilan o'qildi. Zul fadlil demak fadli al azimdagi alif ham tushib qoldi. Zul fadlil azim oxirini demak vaqf qilib qo'ydik, sukunli vaqf. Xo'p, mana shu tarzda misollarni yana o'zimiz demak qo'shimcha o'rganishimiz kerak.